Assalomu alaykum. Men Abdullayeva Manzuraxon Nurbayevni allergolog immunolog mutaxassis bo'lib, dialab diagnostikada o'z faoliyatimni olib boraman. 195 ta davlatning ichida Toshkent shahri eng iflos shaharlarning biri hisoblanadi. Bunga chora-tadbirlar ko'rishdan qat'iy nazar, allergiyasi bor bemorlarimizda burun bitishi, burun oqishi, ko'z qichishi, ko'z yoshlanishi holatlari va bundan tashqari astma belgilari, nafas siqishi, nafas xurujlari tez-tez kuzatilib borilmoqda. Bu holatlarda nima qilishimiz kerak? Birinchi bo'lib, burun bo'shlig'imizni oddiy iliq suv bilan yuviladi. Ko'chaga chiqishdan oldin tibbiy niqob taqiladi. Ko'z yoshlanish belgilari kuzatilsa, ko'zga oddiy ochki taqib tashqariga chiqiladi. Nafas xurujlari, nafas siqishlari holatlari kuzatilsa, darhol allergolog ko'rigiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Allergolog mutaxassisi sizga bundan tashqari o'ziga xos bo'lgan tibbiy maslahatlarni va tibbiy diagnostikalarni sizda olib borishi mumkin bo'ladi. Allergologiya sohasida ikki xil ko'rinishda tekshiruv usullarimiz mavjud. Ya'ni in vivo va in vitro. In vivo usulini biz teri sinamasi yoki provokatsionniy test yordamida o'tkazishimiz mumkin. In vitro usulimiz esa bu qonda immunoglobulin geni spetsifik holatda qaysi mahsulotlarga tekshirishimiz mumkin bo'lsa, o'shalarni tekshirsak bo'ladi. Bunda misol uchun dialab diagnostikada bizda mavjud pediatritskiy panellarimiz bor, respiratorniy panellarimiz, pishvoy panelimiz va bunda biza nafas tizimiga ta'sir etuvchi hamma allergenlarni aniqlashimiz mumkin. Va eng so'nggi allergologiyada mavjud bo'lgan ALEX2 diagnostikamiz, ya'ni ko'pchilik xalq tilida molekulyar allergiya diagnostikamiz ham mavjud. Bunda biza 295 ta allergenni molekula va ekstrakt ko'rinishlarda aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling.